Demak, siz sotuv narxingizdan 12% ga qasddir ma'noda jarimaga tortildingiz hisob. Отгрузка bo'yicha stavkalar protsent miqdori o'zgardi. Bu yerda chuqurroq to'xtalish kerak, bu mavzu ya'ni ham chuqurroq. Do'stlar, onlayn bozorlar, ya'ni Wildberries, Ozon, Yandex.Marketdagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etaman. Sizlar bilan Akrom Biznes boshladi. Dastlabki yangiliklarimiz bu Wildberries platformasiga tegishli. Hammamiz xabarimiz bor, ya'ni Wildberriesda ham yangi o'zgarishlar joriy qiladi. Bulardan biri komissiyani qaysidir ma'noda qisqartirishimiz mumkin. Qachonki biz FBSda mahsulotlarimiz zakaz bo'lib tushadi bizga va ularni iloji boricha tezroq yetkazib bersak, bizga ma'lum bir miqdorda komissiyadan chegirma qilib beradi. Ya'ni FBS mahsulotimizni tezroq olib borishligimiz tarafdori bo'lyapti Wildberries. Afsuski bu o'zgarishlar Ozonda menimcha 1 yil bo'ldi ishlab kelyapti. Ya'ni bu o'zgarishlar Ozon platformasi juda ham oldin joriy qilgan edi. Xo'p, keyingi o'zgarishlarimizdan biri bu Ozon platformasiga tegishli bo'ladi. Ya'ni Ozonda hammamiz xabarimiz bor. Lokalniy, ne lokalniy degan tushuncha bo'yicha logistika hisoblanib bormoqda. Bundan oldingi videolarimizda bu haqida ma'lumot berib o'tganmiz. Demak, nelokalniy отгрузка bo'yicha stavkalar protsent miqdori o'zgardi. Ya'ni shu paytgacha ma'lum bir skladlarga agar nelokalniy mahsulot yuklanadigan bo'lsa, ya'ni xaridor nelokalniy sotib olsa, 8% siz sotuv narxiga nisbatan qo'shimcha pul to'lagansiz. Endilikda buni 12% ga ko'tardi. Ya'ni siz mahsulotingizni nelokalniy xaridor sotib olsa, demak siz sotuv narxingizdan 12% ga qasddir ma'noda jarimaga tortildingiz hisob. Keyingi yangiligimiz bu umumiy olganda qirg'izistonlik sotuvchilarga taalluqli bo'ladi. Ya'ni qirg'izistonlik sotuvchilar mahsulotini Ozonda отгрузка qilayotganda, ya'ni ma'lum bir Rossiyaning skladlariga yuklayotganda har xil cheklovlar bo'lyapti. Ya'ni bunga sabab biz tekshir sistemasida sotib olgan chesnozaklarimizni registratsiya отгрузка qilishni bilmayotganligimizda yoki noto'g'ri harakatlar bilan shu registratsiyani amalga oshirayotganimizda. Bu yerda chuqurroq to'xtalish kerak. Bu mavzu ya'ni ham chuqurroq. Kimda kim xuddi shunday muammolarga duch kelayotgan bo'lsa, iltimos kommentariyada o'zinglarni shu tekshir bilan yoki qirg'izistonlik sotuvchi bo'lib turib, shu platformalar bilan ishlashga har xil to'siqlar bo'layotgan bo'lsa, shularni podrobno yozib qoldiringlar. Biz iloji boricha bu haqida ko'proq va mazmunliroq, ya'ni kattaroq ma'lumotli video olishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlarga yana shunga o'xshash mavzularda ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiringlar va imенно sizlar tanlagan mavzu bo'yicha biz ko'proq ma'lumot topib sizlarga yetkazamiz. Sizlar bilan Akrom Biznes, obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'rishguncha xayr.